Günlük xatiramdi. Onunda şirketde bo'lgan ishlar bilan sizni tunji ko'rib ko'nglim tushib qolgandan keyingi ishki dunyorim xatirlangan xatir deb biladi. Her qandaq bir acha özünün singlisinin baxtsiz bo'lib qolishini xohlamaydi. Onun o'g'il do'stini tatib olishni texidimi xohlamaydi ku deydi. O'yinimda taqtuq kelqisiz. Kim bilan singlim ki? Siz unda degingiz bilan men endi xizmatga tusha tushmay, keyindilla erga tegman deb yursam, boshqalarımda aram turib deb qolmasin meni. Haqla çatqımız nimizne. Mana bir yana vakolatchiligini bermamsa? Voy. O'zingga o'xshamay qoldim Emran. Ya qamda sizlarning keyinlar pul tep qolsa qiymanmi? Sana ne çıktım dedim. Arifat degan bekatlar bilan o'rlashma, unda dadsining pulni qancha yutgan bilan o'rlashma demedim mi bolam ha? Oldu. Ertemen tuqqanlarga dey. Xulum qo'shlardan bir nechini elib, chiroyli elchilikka borsin. Xotirjam bo'l. Rasmo ya. Yangi chiqib qoldingiz o. Sizga sovg'a ataman deb shu. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bana tegishni xohlamsiz. Yanımda bul Suygu o'tin yenib tekrar Chidamayman sana ayyar Yanımda har qachon men bor Yanımda bul Yiroq bo'lma yanımda bul Hayatım sen yanımda bul Ve sana çöllenip harma Yanımda bul izimde bul Qara adi. Ben seni xizmat o'rnidan almashtiraman. Sen beri bug'doy cho'rg'a yer ishla. Lekin men hozir kepak bosadigan o'rnim qinib qolgan tursam. Qara. Uningga mukuna qilsa. Sen birli sexning xizmatini bilib, boshqa sexning xizmatini bilmasang, qanday yaxshi xizmatchi bo'la olaysan? Men hammanglarni, hamma sexning ishini qila oladigan yaxshi xizmatchi qilib yetishtirmoqchi. Ma'qul. Sen hozir berib, bosh xizmatchiligimni et. Qachonki men zavodning hamma ish halqalarini bilgan qadar mushta almishib ishlaysizlar. Men hozir seni vaqtli banjan qildim. Navod yaxshi desang, haqiqiy banjan qilaman. Ma'qul direktor. Mening kelganimni ko'rib, qasdan ishlagan qiyofat kirib olding, ha? Anda emas, shirkat silnoning bir jonini tikib turib ishlab beray dedim-ku. Ha, mushma seni jonni tikkina? Yaxshi desang, seni o'zim o'stirma. O'stirma deb ketgan. Sizlar bir kalsiy o'g'itdanlar meni o'stirdilar. Ha, men seni oqsiliq kolestera, qanda gap bormi? Hastam sanlama mayli, bir yaxshi ishlabsizlar, razi bo'ldi g'ashi asli mayli bu. Razi adash. Tili yara bo'lgan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi degina. Bu bichar meni deb bir muncha riyozat chekib oldi. Ha, rost. Onsam kilarab tikildi ekan-ku. Ha? Kilarab tikildi-ku. Rasma? Voy, nimanda odam qo'sh qilsa deyman. Shu. Esa. Ha, rost. To'y pullarini qachon yeymiz? Bu ish sal keyinlik so'zilganda qilib turdi adash. Nargizlarni apsi qo'sholmaydigina. O cho'nglarmi qiziqgan. Dadag'ni aron qayliqsak, endi bu boshqa nima bo'pti? Tezini bossin mezi degandek. Ey, tuzukka qil. Birsi mening dadam, birsi atigi mening opam bo'ldi juma. Ammagan xotinning apisi sitlib ketdi deylar. Ha bo'ldi, men bek
Topçang, makiyimlarang mayna top ketmesin. Ma'qul. Endi chapa chegirgan bo'ldi. Ma'qul. Valla malni, ma bu qayni bir taqilsanglar. Sizga qilayli ya bunlar. Voy, yurib ketdim. Birdam aram olamdiq vallahi. Qanday ahvolingiz? Yaxshi o'zingiz-chi? Men yaxshi. Ha, unag'il kelganman. Yo'q, siz bilan ko'rish uchun cho'qim un setilishim kerakmi? Ya deyman-a, ham bu yerda kerakli un bilan kepakdan boshqa narsa bo'lmagan ekan. Men gapning qiziqligini. Shu siz bilan paranglashay deb kelgandim. Men bilanmi? Ha, nim gapda? Bir choyxonada o'tirib paranglashsak bo'lamdi. Aldirashchiligim nima ko'rdingiz? Uning vaqtim yetmasmiki? Undaqda ishxonam kerak. Ha, qani xo'sh. Mangdaydigan qanday muhim gap borki? shu yolg'iz ishchim siqilib siz bilan ko'rishay deb kelgandim. İşiniz sıkılı. Ben ya bir psikolog olmasam, işiniz sıkılsa iş birdiganga. Manda qilayli. Zavod qo'rlashtirib qo'ya birdan, universitetingiz işiniz bo'shab qoldi. Sizning mush qiziqchiligingizni deb kelmayapsizmi o'qishingizga? Bu bir ish pushqan qizdan deydigan gap emas. Balki birisiga oshiq bo'lib qolgan, ko'ngli tushib qolgan qizning deydigan gapidek qiladi. Dana, kim ko'nglingiz tushib qoldi? Siz Nargizaning zodi narini yaxshi ko'rasiz? Buni so'rab qoldingizmi? Bilgim kelib qoldi, qiziqib qoldim. Men qaram, yaxshi ko'rishga sabab ketmaydi. Navod yaxshi ko'rish sabab kelsa, bu cho'qim saxt so'ydi. Ashtama. Undaqda mening bu yerga sizni izlab kelishimni sababsiz desam qanday tushunasiz? O'zingizni aldima Aliya. Gül hech qachon gul setvoqchining oldiga bormaydi. Aksicha, gul setvoqchi gulning oldiga boradi. Nargizaga shunchalar yolurishning o'rni bormi? Ash qizim deb ayni vaqtda hayotingizdan ayriladi deb qoldingiz. Lekin u siz uchun bir ish qilib berib baqdimi? Bu ishning siz bilan munosabati yo'q-ku deyman. O'zingizni qiynamang Rifat. Ayni vaqtda dadangizmi shuncha pulni xarjlab tanklamagan yeri siz tankilaylamisiz? Hey, to'l taqtuq yaqinmay qarangma, o'zingizning ishni yaxshi qiling. Bak ichingiz pishib ketgan bo'lsa, men yo'lning chetida odamdan birini tepib, dadingizni obdan to'kam. Bo'lamda? Marhamat, uzatmadi. Dada, Keldim bolam. tek uqmabsan qo'y. O'qim kelmadi. Nima bo'ldi? Bir ish oldimi? Yo'q. Qiziq choy damlab chiqaymi? Rahmat bolam. Choy ichkim yo'q. Har astada elchilardan xabar bormi yo'q? Elchilar berib ekan bolam. Nargizaning opasi ularga javob qilmoqda. Men tiqib bu ishlarni o'ylashqidek bo'lmadim deb ularni yo'lga solib qo'yibdi.
O elçilerimi ko'ngli shunday yerim qaytib ketdi. Endi Nargizaning opasining menga ko'z qarashtasi yaxshi emas bolam. Oldinqida sening xabaring bor. Shirkatga berib, men bilan azroq tirkishib qolgan. Ahvolga qaraganda shu sababdan elchilarni qaytarib o'tgan o'xshaydi. Endi qanday qilamiz? Bolam, xotirjam bo'l. Bizning cho'nglarda bunda bir tamsil gap bor. Qiz ammoq, sha ammoq degan. Egilgan bo'yonni qilish kesmabdi degan gap bor. Sen uchun men ashu Nargiza deganning opasining oldiga egilib borman. Xotirjam bo'l. Sen uchun har qanday ish qilma bolam. Tayyorgarlik qil. Ati tushdan keyin ikkimiz birga boramiz. Dadı nerede? Dadı bola kız sorgul barga shu. Bolam, unchalar jiq odamni avatib, ishni murakkablashtirmayli. Ikkimiz berib egilib borgandan keyin chiroyli gaplarni qilsak, har qancha bir temir yurak adam bo'lsa bir ira. U xutimni bunda qarsam, ochiqda qilgani bilan ko'ngli yaxshidakmi his qilyapman. Qolgan gapni aytib borgandan keyin ko'ramiz. Sen xotirjam bo'l. Ati tushga tayyorlig'imni qilaver. Men har qanday qilib bo'lsam, sening ishingni hal qilma bolam. Xotirjam bo'l. Ağa. Dadan oddiy bir inson ko'p jafo tatgan mehnatlar bilan bizni beplab baqqan odmilik hislatini bizga kuch qatgan azizati qalbimizga Bu şu işime bilan? Ha, bu şu dada. Jirak kirli. Aras. Hali ma uy kirganda va gap so'zing diqqat qilib, sal eg'ir besiqroq bo'lasizmi? Ha. Nargizaning ops ishxonang berib, o'zini ko'sib qo'ygan isingni bordi. Ha. Shunda bo'lgandan keyin sal eg'ir besiq bo'ljiman dada. Bekam mening baxtimga o'tirgan shiqidi. Xotirjam bo'l bolam. Men ahvol qarab ish qilaman, ha? Mana, to'xtab tur. Uy kirgandan keyin bag'o qara. Unda durust o'tajima yana. Taqib o'tirib ishimda. Mazalarni esla. Xo'sh. Xanım. Bugun biz kelishimizga maqsad. Siz bilan huzurana o'tirib, va ko'nglimizda gapning hammani dabbi, mongda shu paranglashib, avalishildab keldik. Oldinqida qo'lim xo'shlarimni, urug'-tuqqanlarimni elchilikka avatsam, ularga javob qilmablar. Shuningga bugun o'g'limni ilib, siz bilan bir erkin ozoda bir avalishaydi deb keldim. Uning oldida qizim endi ba'zi gaplarni deyishga tilim kuydi. Endi aramizda nurg'un o'xshmasliklar bo'ldi. Ikkalanglarning oralig'iga ozroq jirginchilik solib qo'ydim. Meni kechiring qizim, ha? Men bilmaydigan jirikchilikmi bo'ldimi taqa? Hajab menga aytmabsizmi? Xonim, bunday gap. Bu gaplarni deyishga tilim sal kuydi. Endi davri.
Sizlarmi qizlarning baxtini o'ylaylar. Menmi o'g'limning baxtini o'ylaydi ekanman. Endi bu azmaydigan inson yo'q. Shu arliqda qizimga azroq besim ishiltib qo'ydim. Qizim, sizdan yana bir qatim afv so'ray. Meni kechirib o'ting, nima? Dada, nimalarni deb yursan? Allah'ım, nima desam bo'ladi? Men izibdim haliday. Ikkinglar bir chiroq yurib men qizimning oldini to'sab, sen bilan ayrilib ketishni majbur qilgandim. Bu ishlarni o'ylasam, sal xijil o'laman bolam. Men sizga ochiq davray. Men sizni atrofliq surishti qildim, hatto oilangizni. Siz bizning oilamizga hargiz to'g'ri kelmaysiz. Men bu sizni o'g'limga apamayman, anglab qo'ying. Mening shirkatimda bir qiz bola bor. Men shuni o'g'limga apamoqchi. Shuning uchun siz mening o'g'limning beshini qaydurmang. Eski deb qo'ying. Agar yana mening o'g'limning beshini qaydurib, mush ishlarni buzaman deydigansiz, buningdan keyin men ranjiman.